qo'limda 2,5 pochka bor. Xo'p, yana sizlarga bu xonadonimizni sotib olish uchun 7 pochka kerak bo'ladi. Bu Chilonzor metroni yonginasida joylashgan Chilonzor 16-kvartalda 70 kvadrat 3 xona 4 xona qilingan xonadonimiz bo'ladi do'stlar. Birinchi bo'lib kiraverish eshigimizdan boshlaymiz. Yangi remontdan chiqqan, hali hech kim yashamagan notariusga tayyor, hurmatli obunachilar. Eshigimiz ham sensorli. Bu yoqda bizni hojatxonamiz joylashgan. Razdelni qilib hammom qismimiz ham joylashgan, hurmatli obunachilar. Xo'p, bu kiraverish qismimizda kirganimizda o'ng tarafimizda bizni detskiy xonamiz, ikkita divanimiz o'rnatilgan. Bu yoqda o'zining shkaflari bor. Patologlarimizni ham qarang, juda ham baland, natyojniy patologlar qilingan, lustralarimiz, kartinkalarimiz, xullas bu uyimizda juda ham kirib mazza qilib yashash kerak xolos, hurmatli obunachilar. Endi esa yana bitta kattalar spalnisiga kiramiz. Kattalar spalnimizni ham qarang, juda ham prostorniy qilingan va o'zining bu yoqda spalni qismi, ayollarimiz uchun bu yoqda komodlarimiz bor va bu yoqda mana biralarimiz, lustralarimiz, xullas aytganimizdek uyimiz juda ham ideal darajada. Zal qismimizda dekorli soatlarimizni ham qo'yib qo'yishgan va bu yoqda mягкий ham duxspani bo'ladigan zo'rini, mustahkamini qo'yib qo'yishib 3 xona 4 xona qilganimiz. Mana bu yoqda oshxona qismimizda yana bitta detskiy xona yoki shu kattalar ham foydalansa bo'ladi. O'zining shkaflari bor va balkon qismimizga oshxona olib chiqilgan. Mana barcha texnikalarimiz bor, hurmatli obunachilar. Uyimizning narxi 95 ming, ozgina kelishtirib beriladigan joyi bor. Chilonzor metrodan uy qarab yurganlarga uyimizni yuborib qo'yasizlar.